Mana Xudo xohlasa jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimiz lombozlari bosishi davom etilyapti. Azamat akamizni duo qilib qo'yasizlar mana. 30-40 ta odamni ishini bitta o'zingiz qilyapsiz-da, to'g'rimi? Gap yo'q. Bitta o'zlari qilganda ham mana shu yerda turib qilyapti-da, mana shunday. Ana. Voy bo'lmay. Gap yo'q mana. Hormaysizlar. Bormaylar. Yashang. Mana. Yarmiga yetib qoldik, Xudo xohlasa, yarmiga yetib qoldik. Ikrom aka, lombozni bosyapmiz mana. Ikrom aka. Ana 722 stroy Ikrom aka lombozni bosyapmiz. Nima uchun aytayapman? Ikrom aka lombozgacha bosing dedi, tepani polni, yog'och, shifr, reka strap hammasini o'zim qilib beraman degan. Gap yo'q, Ikrom akamizni ham duo qilib qo'yasizlar, ha? Alloh rozi bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana. Savdoyingiz barakasini bersin Ikrom aka, mana. Xudo xohlasa uyimizni uzoqdan ko'rinishini ko'rsataman hozir. Mana, qanday? Bo'ladimi? Biz bilan birga bo'lgan, biz bilan birga harakat qilayotgan barchaga katta rahmat deb qolaman. Borlaringizga ham shukr.